Kim yaxshi she'r biladi? Bilasizmi? Ha. Demak, bu dugonangiz siz she'r aytib berasiz hozir. Maylimi? Ha, sabr qilamiz. Kechikish qoidalarini bilasiz, ha? Demak, necha minut kechib qolsa, talaba kiradi va shuncha minut tika turib yozish kerak. Bu birinchisi. Ixtiyor o'zida. Ikkinchi sharti she'r aytish. Shunaqamidi? Demak, kech keldingiz, marhamat. Endi qaysi shart tanlaysiz? Birinchi shart tanlaysizmi? Kiring, demak, shuncha minut tika turasiz. Nima dedi? She'r aytib qutqarmoqchimisiz? Sizning o'rningizga nima dedi, dugonangiz, demak, kursdoshingiz she'r aytib sizni qutqarmoqchi vaziyatda. Marhamat. O otamakonim, onajon ulkam, O'zbekiston jonim to'shay poyingga, senday mehribon yo'q, seningdek ko'rkam, Rimni alishmasman beda poyangga. Yaxshi. Hurmatli talabalar, kech qolish mumkin emas. 1 minutning bo'lsa ham qadriga yeting va vaqtida kelishga harakat qiling, ha? Mabodo ozgina nimadir bo'lib kechikayotgan bo'lsangiz, 2 ta 3 ta she'r yodlab qo'yish tavsiya beraman.